Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilarimiz. Navbatdagi buyurtmalarimiz ham deyarli tayyor bo'lib qoldi. 15 kilovatlikdan ikkita, 20 kilovatlikdan bitta. 20 kilovatligimiz bunker chapda bo'lgan, bu Namangan shaharining o'ziga. Ikkita 15 kilovatligimiz bular Mingbuloq tumaniga. Bitta o'ng, bitta chap bo'ldi. Katyollar tayyor, upakovka qilib o'rab qo'ydik. Garelkalari ham tayyor bo'lib qoladi-da, u naryoqda tayyorlanyapti. Bugungi kunda o'zida bular chiqib ketsa 6 ta bugun chiqarib yuboryapmiz. Bundan avvalroq Xorazmga yuklagan edik Isuzuga. Bular endi mana Namanganga chiqib ketadi, xudo xolasa. Yaqinda mana ular ham kraskadan o'tadi. Bular ham kraskaga tayyor holatda turibdi. 300 taliklar. Bo'yi mana shunaqangi baland bo'ladi 300larni. 350 lik yana ham baland bo'ladi. Xudo xohlasa bugun yana 3 ta katyolda egalariga yetkazib beramiz. Yana ko'p bor takrorlayapmiz, yana bu videoda ham aytib qo'yaman. Biznikini ichki tashqi tarafi ham to'rlik listdan bo'ladi. Mana buni o'ralgan holatda deyarli mana shu holatda ham bilish qiyin. Svarka bo'lib ketadi, birorta joyda ochiq joy qolmaydi. Mana bu qavati ham, buni ichki qavati ham, devori ham, ikkala qavati ham to'rlik, baquvvat bo'lgan. Mana tomida ham bunaqa joy qo'yib ketganmiz. Mana to'rlik list. Buni ustida apshipkasi kelib bunga taqaladi, shuning uchun chiqarib ketilgan alohida bu. Eshiklari uchlidan bo'ladi. Eshiklari mana bu qavati ham, buni orqasidagi qavati ham uchlik. Ikki qavat uchlikdan bo'lgan. Bu joyga o'sha yaxshi sifatli azbest arqon qo'yiladi. Buni ichki tarafiga mana hozir mana bolkaga teshilmagan ekan, ko'rsana azbest plastinka ham yopishtiramiz. Issiqni ma'lum qismini o'tkazdirmaslik uchun xizmat qiladi. 100% olib qola olmaydi-yu, ma'lum bir darajada xizmat qiladi mana shu narsa ham olib qolishiga. Bu o'rta eshikda ham bor. Bu eng pastki eshikda ham bor mana. Mana ichidan ko'rinayotgan bo'lsa. Mana shunaqa holatda. 300 taliklarimiz tagida. Qolganlarda ham bor. 300 talik tagida ham bir qator 5 ta turbasi bor. 5 ta terilgan. Eng asosiy birinchi issiqni ushlab qoladigan mana shu. Bundan keyin yana 6 ta teplamenikda chiqib ketadi. 1 2 3 4 5 6 tadan issiqlik aylanani tepadan chiqib ketadi. Bular 300 taliklar. 350ligimizda xuddi shu holatiga turbamiz ikki qator bo'ladi. Mana 5 tadan 10 ta bo'ladi. Bo'yi balandroq bo'ladi shuni hisobiga. 350 da yana ham issiqni ushlab qolishi, yana ham effekt jihati ko'proq. Bularni kilogramlarini bundan oldingi videoda ham aytib o'tganmiz. 300 kvadratliklarimiz, 350 kvadratlarimiz hamma komplekti bilan 400 kiloga yaqin bo'ladi. Shu og'irligidan ham bilsa bo'ladiki, qanaqa darajada qalin materiallar sifatli qilib ishlatilayotganini, baquvvat qilib ishlatilayotgan shitdan bilsa bo'laveradi. Ustidagi o'ralgan listlarimiz ham oddiy yupqa tunuka emas, list 1.08 lik listdan bo'ladi. Mana ustiga o'rami ham. Bu ham shu uzoqroq xizmat qilishni ta'minlaydi. Ichi minimatda utiplit qilingan. Bemalol tashqariga ham qo'yib qo'yilsa bo'laveradi, navesdagi ham qo'yib qo'yilsa turaveradi, utiplit qilingan. Lekin tavsiya qilamiz, iloji boricha katyolxona bo'lgani yaxshi. Biz aytib o'tganimiz ikkita Mingbuloqqa, Namangan Mingbuloqqa, bu shaharga. Bugun 3 tani xudo xolasa Namanganga yetkazib beramiz.